Demak do'stlar, biz o'sha buyurtma berishni o'rgandik. Endi esa logistika haqida ma'lumotlarni o'rganamiz. Ya'ni siz yukingizni buyurtma bergandan boshlab qo'lingizgacha kelguncha kuzatsangiz bo'ladi. Ushbu videoda men sizlarga o'sha trek nomer nima va uni qayerdan olsangiz bo'ladi va logistika belgilari haqida ma'lumot beraman. Keyingi darsda esa o'sha trek nomer orqali siz bizning Active Cargo'ning sistemasidan tovarni qanday topish, qidirish va kuzatishni o'rganasiz. Nomerni topish uchun avvalo siz quyidagi joyga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu joyda mashinaga o'tgandan keyin trek nomer beriladi. Bu joyga kirganingizda mana shu belgili joyni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu ba'zida mana shu joyda joylashgan bo'lishi mumkin, lekin eng muhim e'tibor beradigan joyimiz quyidagi belgi. Bunga kiramiz va mana shu joyda biz tovarni logistikasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu nomer trek raqami deyiladi. Buni mana shu joydan kopiya qilib olishingiz mumkin. Mana kopiya bo'ldi va buni qanaqa qilib Active Cargo sistemasida tekshirishni keyingi videoda o'rgatamiz. Hozir men sizga yana bir narsa o'rgatmoqchiman. Bu narsa ba'zi insonlar trek nomer deganda kirgan vaqtda tovar nomeriga adashtirishadi. Mana shu joy bu tovar nomeri. Tovar nomeri odatda bizga kerak emas. Bizga trek raqami kerak, ya'ni kuzatuv raqami, logistikani kuzatuv raqami. Uni mana shu joydan olamiz. Ichiga kiramiz va mana buni bilish uchun e'tibor berishingiz mumkin. Tepada xarita belgisi chiqadi va mahsulotingizni yetib borgani yoki yo'ldaligini ko'rsatuvchi belgi chiqadi.